Uchqunaga, Qibray tumaniga kelganman. Madaniyat, ana madaniyatdan nomerlarning 5 barmoqdan shunday o'tgan yilda birdamli degan namunaviy uylar tushgan chiroyli bir garadok bor ekan. Shu garadokda 2 sotu 3 ta xonali mana bunaqa namunaviy uylardan uylar chiqyapti. Mana bu xonadonimiz, hozir sekin sizlarga ichlarini ko'rsataman. Mana bu koridordan kirib kelish, o'ng qo'l, chap qo'llarda mana xonalar ketyapti. Bu yerda uy pustoy bo'ladi. Endi bu yerda hozir kvartirantlar turishgan ekan, bu yerdan bo'shatib berishadi. Mana o'shani go's o'zini remontlari holatida turibdi. Ikkita xona, mana bu yoqda yana bitta spalnigimiz bor. Mana holati endi shu holatda. 2 sotu hollari ham bor. Hozir hovlisini ko'rsataman. Orqada ko'cha ham bor ekan, ikkita ko'chali ekan mana. Bu sanuzil bu yog'imiz. Endi mana bu yoqni yurganda, mana bu yoqda o'zini oshxonasi, suv, gaz, svet, hamma narsalar bor. Endi hovliga chiqamiz. Mana shu xonadondan chiqiladi. Mana o'zini hovlisi bor, 2 sotu. Mana bu orqada ham ko'cha bor. Kichikroq bo'lsa ham ko'chasi bor ekan. Mana pastda ko'chaning hojatxonasi. Xullas 2 sotu, 3 ta xonali namunali uy Madaniyat Qibrayda. Narxini 44 ming so'rashyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastki nomerga aloqa chiqinglar. Salomat bo'linglar. Tamom.